Makita berib yuboring. Makito. Mayli ku faqat bitta qopdi-da. Menga berasiz-da? Maylimi, men birinchi keldim bu yoqqa. Erkakmisiz? Menga berib yuboring. Mayli. Ana qissachi birinchi men so'radi. Ana qisa baravar so'radik. Yo'q, siz shunaqa zo'rmisiz? Siz erkakmisiz? Nimaga ayol kishi bilan talashyapsiz? Siz ham qiz bolasiz, pastroq tushing. Voy, berib yuboring, erkak bo'lasiz. Hozir berib yuboraman, ichib yurasiz. Voy. Boshqa suv ichsanglar bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'ldi. Namancha zaharsan. Siz past ekansiz. Voy. Bunaqa xotindan Xudoni o'zi asrasin. Taqdirni beshafqatligini qara-ya. Dunyoda shuncha qiz qolib, senga uylandim baribir. Ajab bo'pti. O'zi aytishadi-ku, yomon ko'rganing oldinga keladi deb. Battar bo'ling. Yo'q. O'zi nimaga keldingiz, obedda? O'sha mudhish kunni eslab, xotinimni xursand qilib ketaylik.